بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Allah azza va jalla Baqara surasida siz bilan bizga quyidagi oyatlarni marhamat qiladi. Va Sulaymon davridagi shaytonlar, jinlar aytgan narsalarga ergashdilar. Sulaymon kofir emas edi, balki odamlarga sehr o'rgatgan shaytonlar kofir edi. Bugungi suhbatimizning mavzusi sehr. Alloh taolo mana shu oyatning davomida marhamat qilib aytadi va Bobildagi Horut va Morut nomli farishtalarga tushirilgan narsalarga ergashdilar. Holbuki u farishtalar biz faqatgina fitnamiz, ya'ni odamlarni aldab imtihon qilish uchun yuborilganmiz. Bas biz aytgan narsalarni qilib kofir bo'lib qolma demasdan turib hech kimga hech narsani o'rgatmas edilar. Sehrni kelib insonlarga o'rgatgan bu Alloh taoloning Horut va Morut ismli farishtalari ekanligi quyidagi oyatlardan ma'lum bo'ladi. Inson bir ta'jubga tushishi mumkinki, Alloh sehrni o'rgatgani farishtalarni o'zi jo'natganmi? O'zi buni kufr deb turib, shirk deb turib farishtalarni sehr o'rgatgan deb yuboradimi deb insonda bir savol paydo bo'lishi mumkin. Ha, mumkin. Alloh taolo insonlarni imtihon qilishlik uchun, odamlarni sinovlarga uchrashlik uchun balolaydi. Alloh azza va jalla kimni kasallik bilan sinasa, kimni sog'lik bilan sinaydi. Kimni boylik bilan sinasa, kimni kambag'allik bilan sinaydi. Alloh taolo mana shu Bobil shahrida yashagan kishilarni sehr bilan imtihon qildi. Mana shu yurtlarda sehr nihoyatda bir avjiga chiqqan edi. Farishtalar kelib, mana shu ikkita Horut va Morut ismli farishta insonlarga sehr o'rgatishdi. Lekin o'rgatishlikdan oldin har bitta odamga ogohlantirish berdiki, biz olib kelgan narsani o'rganishlik bilan Allohga kofir bo'lasan. Ya'ni oxiratdan kuyib ketadi shu ish bilan deb aytib turib, shunda rozi bo'lganlarga keyin o'rgatildi. Ulardan nimani o'rganishdi insonlar? Bu o'shalardan Horut va Morutdan xotinning o'rtasini buzadigan narsalarni o'rgandilar. Lekin ular Allohning iznisiz hech kimga zarar yetkaza olmaydilar va hech foydasiz, bilaks zararli narsalarni o'rgandilar. Axir Allohning kitobi o'rniga sehrni almashtirgan kimsalarga oxiratda hech qanday nasiba yo'q ekanini bilgan edilar-ku, jonlarini naqadar yomon narsaga, ya'ni oxiratdagi mahrumlikka sotganlarni bilsalar edi. Bu ikki farishta nimani o'rgatdi odamlarga? Yo'q narsani bor qilishni o'rgatmadi. Kambag'alni boy qilib qo'yishni o'rgatmadi. Ko'zi ko'r odamni ochib qo'yishni o'rgatmadi. O'rgangan narsasini bor yo'g'i shu bo'ldiki, o'rgangan narsasi xotinning o'rtasiga sog'chilik solib qo'yish bor. yoki bir odam ikkinchi insonga chiroyli qilib ko'rsatib, uni qalbini u bilan ovora qilib qo'yishlikdan oshiqcha narsani o'rgana olmaganligini Alloh taolo mana shu oyatda bayon qiladi. Sehr o'zi nima? Sehr bu agar bizni soddaroq tilimiz bilan aytadigan bo'lsa, ko'z bo'yamachilik. Sehrgar hech qachon bir moddani boshqa bir shaklga kirgizib qo'yishi mumkin emas. Sehr moddaga ta'sir qilmaydi. Ro'parasida turgan bir jismni yo'q qilib qo'yganligini ko'rasiz yoki bir boshqa narsaga aylantirib qo'yganligini ko'rasiz bir sehrgarda. Bu aslida hiyla, bu kizb. Hech qachon moddani o'zgartirib yo'q qilib qo'ya olmaydi. Bu ko'z bo'yamachilik. Qur'ondagi eng katta kelgan qissa Musa alayhisolamning qissasida mana sehrgarlar bilan Musa alayhisalom o'rtasida bo'lib o'tgan mana bahsni eshitganmiz ko'pchiligimiz. Har bir payg'ambar o'zini zamonasida o'zini qavmiga yuborilar ekan Allohning risolati bilan shu payg'ambarni haqiqiy payg'ambar ekanligiga dalil bo'lsin deb Alloh azza va jalla mo'jizalarni bergan. Mo'jiza bu inson bolasi qo'lidan kelmaydigan, odatda yo'q bo'lgan ishlarning paydo bo'lishligi. Mo'jiza faqat Alloh tomonidan sodir qilinadi. Ya'ni ana shu dengizni bo'linishligi, qo'lini Musa alayhisalom qo'yniga solib chiqarganda quyoshda yorug' bo'lishligi bu mo'jiza, bu sehr emas. Haqiqatan shunday bo'lgan. Lekin sehr bu narsaning aksi. İnsanlarning faqat ko'zini baylashlik xolos. Musa alayhisalom davrida bu qavm o'rtasida sehr nihoyatda bir avjiga olgan edi.
Qarab turadigan bo'lsak, Iso alayhissalomga berilgan mo'jizalar bu ana shu peslarni davolashligi, mohovlarni, ko'zi ko'r kishilarni ko'zini ochishligi va to'rtta o'rinda o'lgan insonlarni tiriltirganligi bu Iso alayhissalomga berilgan xos mo'jiza bo'ldi. Nimaga aynan tabobatdan berildi? Chunki Iso alayhissalom zamondoshlari tabobatda nihoyatda bir yuksaklikka, cho'qqilarga chiqqan edi. Payg'ambar albatta ular yetib kelgan cho'qqidan yuqori bo'lgan mo'jizani ko'rsatishligi lozim bo'lardi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Quraysh qavmi, arablar she'r yozishlikda nihoyatda bir taraqqiy topgan xalq edi. Arab shoirlari, arab she'rlari nihoyatda bir katta ma'nolarni ozgina so'zlar bilan jamlab qo'yish imkoniyatiga ega edi. Sahobalardan ba'zilari, mana ba'zi rivoyatlarda keladi, Kavsar surasini qog'ozga tushirib Ka'batullohga ilib qo'yadi. Go'yoki bu, ya'ni shunday narsani yozish qo'lingizdan kelsa yozinglarchi. Alloh taolo ana shu payg'ambarimizga sollallohu alayhi vasallam Rahmon ismli bir bola o'rgatyapti bu Qur'onni. Qo'li bilan yozib berayotgan narsani o'qiyapti degan da'voni qilganlarida Alloh taolo ularga shunday bir chaqiriq qilib, agar qodir bo'lsanglar, mana shu Qur'on suralaridagi 10 ta surani keltiringlarchi dedi. Ular javob berisha olmadi. Bitta sura keltiringlar dedi. Mushriklar yig'ilishdi. O'zlarining ichidagi eng kuchli bir shoirini, so'zga usta bo'lgan kishi qalami o'tkirini bir xonaga olib kelib qo'yishdi. Bir haftalik yoki bir oylik ozuqasi bilan eshikni yopib qo'yishdi. Birov bezovta qilmasin, Muhammadning so'ziga bir javob yozsin. Bir haftadan keyin eshikni ochib qarasa, hamma yoqqa bir qator yozilib, g'ijimlab irg'itib olgan qog'ozlar bilan to'lgan xona bor edi. Arablar shoirlikda usta bo'lgani bilan Qur'onga javob bera olmadi. Iso alayhisalom zamondagilarda qilayotgan ishlardan Iso alayhisalom ishi ustun keldi. Musa alayhisolatu vassalam zamonida sehr rivojlangan edi. Alloh taolo mo'jizani berdiki, bularning sehrlarini yutib tashladi. Firavnning oldiga bordi, qo'lini qo'yniga solib chiqardi, quyoshdaqa yorug' chiqdi. Asosini yerga tashladi va haybat ulkan ilonga aylandi. Firavn buni ko'rdi, sehr dedi. Xuddi shunga o'xshagan sehrni biz ham senga ro'baro qilamiz. O'zini yoshligidan tanlab olinib, sehrga o'rgatilgan 40 ta sehrgarni olib keldi. Agar Musoni yengib berishsa, ularga bir katta bir mukofotlar borligini va'dasini qildi. Va'da qilingan kunda Musa alayhissalom mana shu 40 ta sehrgarda o'parasida turar ekan, ular bilan mana bahs yuritildi. Qachonki ular falamma jaa as-sahara qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Qachonki ular qo'llaridagi narsalarni tashlaganlarida u arqon, asolar ilonlarga aylanib qolganda Musa dedi: "Mana shu sizlar qilgan ish sehrdir. Albatta Alloh uni botil qilur, zero Alloh buzg'unchi kimsalarni o'ylamaydi." Qalu alqu falamma alqaw saharu ayunan nasi wastarhabuhum wa ja'a bi sihrin azim. Bu tashlagan narsalari, qo'lidagi asolari, iplari, qamchilari yerga tushgan paytda bu odamlarning ko'zini sehrladida, ularga shunday bo'lib tuyuldi. Hammasi qo'rqib ketdi. Va ja'u bi sihrin azim. Buyuk sehr qilishdi. Musa alayhisalom bu sehr dedi. Alloh buni botil qiladi dedi. Alloh taolo Musa alayhisalomga qo'lidagi asoni tashlashni buyurdi. Tashladi, bitta qo'ymay haligi narsalarni yutib tashladi. Sehrgarlar o'zlarining ishini sehr ekanligini bilishar edi. Musa alayhisalomniki sehr emas, mo'jiza ekanligini ham bilishdi-da, 40 tasi teng sajdaga tashlanishdi. Chunki sehrgar odamlarning boshini aylantirayotganligini, ularda ko'zini shamg'alat qilib, ko'zini balayotganligini o'zi biladi. Sehr hech qachon haqiqat bo'lgan emas. Xo'p, sehr qanday gunoh? Sehrda hozirgi kunda qanday turlari bor? Mana aytdik, bu sehr Alloh taoloning farishtalar tomonidan yuborgan imtihoni edi, fitnasi edi. Zamonamizda mana shu sehrni nimaligini bilmagan, dinidan, shariatidan xabari bo'lmagan ba'zi bir kishilarni baxshilarning eshigini tagida qator chizib turganligini ko'ramiz. Hech qaysi odam baxshiga borar ekan, men baxshiga boryapman demaydi. Sehrda bir turishi, ko'rinishi shirk. Nimaga unaqa demaydi desangiz, baxshi ham men baxshiman demaydi-da. Oldiga Qur'on qo'yib qo'ygan bo'ladi, auzu bismillah bilan boshlaydi, namoz o'qish kerak deydi va hokazo deydi-da, o'zini baxshiligini yashiradi. Dinidan bexabar bo'lgan odam albatta bularning hiylasiga tushib qoladi. O'zi avvalambor ishi yurishmagan, baxti ochilmagan yoki bir shifo topa olmayotgan odamni shularning oldiga borishligi dinidan bexabarligini bitta belgisi edi.
Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar: "Ijtanibu sab'a mubiqat." Halokatga olib boruvchi 7 ta katta gunohdan saqlaninglar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qolu ya Rasululloh va ma hunna? Ya Rasululloh, u gunohlar qaysi gunohlar deb so'radi sahobalar. Qala alayhi vasallam: "Ash-shirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati harramallohu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al-yatim wa tawalla yawm az-zuhuf va qazful muhsanatil g'ofilatil mu'minat." Insonni halokatga olib boradigan 7 ta gunoh bu Allohga shirk keltirish, sehr, Alloh o'ldirishligini harom qilgan nafsni o'ldirish, sudxo'rlik qilish, yetimning molini yeyishlik, vatan himoyasi uchun bo'layotgan jangdan qochishlik va g'ofila, pokiza bo'lgan mo'min ayollarni tuhmat qilib bo'xton qilishlik, nopoklikda ayblashlik. Mana 7 ta katta gunoh Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga sanab o'tar ekan, birinchisi shubhasiz shirk, orqasidan ikkinchi zikr qilinayotgani sehr deyilyapti. Mana shu sehr bilan shug'ullanayotgan yoki sehrga qarab yurayotgan odamlar sehrga borishlikni, baxshiga borishlikni bu aroq ichgandaqa yoki zino qilib sudxo'rlik qilgandaqa faqat gunoh deb o'ylashadi. Yo'q, bunaqa emas. Aroq ichgan odam aroq ichgan paytda iymoni chiqib turadi. Kayfi taqa tavba qilsa iymoni qaytib keladi. Sudxo'rlik qilgan odam tavba qilsa qaytadi. Millatdan chiqarib olmaydi bu ishlar. Lekin sehrgarga borishlik, munajjimni, kohinni tasdiqlashlik Muhammad sollallohu alayhi vasallamga kelgan risolatni inkor qilishlik bo'ladi. Kofir bo'ladi. Kofir bo'ladi. Sehrgarning jazosini sahobalar ijmo bilan bo'yniga qilich urishlik deyishgan. Ibn Abbos roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan Abu Dovud rivoyatlarida hadis, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, kim mana sehrgarlikni, baxshilikni kelajakdan bashorat berishni turladigan bittasi hozirgi kunda munajjim bashorati deb qo'yadi, chiroyli qilib. Goroskop deb qo'yadi. Ya'ni mana oydan mana oygacha tug'ilganlarni goroskopi manandaqa deydi-da, ertaga deydi yoki bo'lmasa keyingi haftaga goroskopingizni ko'rib qo'ying deydi. Xullas chiroyli gaplarni gapiradi-da, o'zi ishonmaydi musulmon odam. Abulaqatdan biladi deb qo'yadi, lekin orqasidan qiziqib o'qib qo'yadi-da bu qator. Qani nima deydi ekan? Keyingi hafta sizga bir iqtisodiy tomondan mo'maygina daromad tushadi, fursatni g'animat biling desa, ana shu cholasavod bo'lgan, ehtimol mustahabni bilmaydigan bitta ahmoqni gapga kirib turib, keyingi hafta fursatini poylab turadi. Birodarlar, millatdan chiqarib yuboradi bu narsa. Bunga muhmal qarab bo'lmaydi. Baxshiga borishlik, kohinni tasdiqlashlik, ularning gapiga ergashishlik bu ayni shirk, ayni kufr hisoblanadi. O'sha munajjimni o'zini qarangda hayotini. Agar keyingi haftada bo'ladigan ishlarni xabarini rost biladigan bo'lsa, sizga o'sha munajjim bashoratini qilib o'tirmay zo'r yashamaydimi o'zi? Yoki ona shu baxshini oling. Sizni bergan 50 so'm, 60 so'm pulingizga qarab o'tirganligi o'zini ustida umuman hech narsaga qodir emasligini bitta dalil emasmi? Alloh azza va jallaga suyanishni bilmagan, kimdan so'rashni, kimdan qo'rqishni bilmagan kishilar ming afsus bo'lsin, mana shunday odamlarga borib turib qul bo'lib qoladi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis Imom Ahmad rivoyati. Qalasatun la yadkhulunal jannata. Mudminu khamr, qotir rahim va musaddiqu bis-sihr. 3 kishi jannatga hargiz kirmaydi. Aroqxo'r odam, qarindosh urug'chilik aloqalarini uzgan kishi hamda sehrgarni tasdiqlagan kishi. Ya'ni mana ishni qilib qo'ysangiz, ishlaringiz yurishib ketadi. Mana tikanni ilib qo'ysangiz, yuzga kelayotgan ko'zlarni qaytaradi. Mana taqani qoqib qo'ysangiz, yuzga omad keladi. Mana shu sehrgarlikni, baxshilikni shirkda bir ko'rinishi. Bir qarab qo'yaylik ularda. Hattoki yosh bolachalarimizni qo'liga alhamdulillah bir 10 yilda bu yoqda e'tibor berayotgan bo'lsalar, ko'zmoncha taqishib bo'lib ketdi. Eslaylar-da 10 yil burun undan ertaroq bor edi. Agar shu ko'zmonchoqni chiroyli bir ziynat deb taqib qo'yganida mayli edi. Lekin shu ko'zdan nima qiladi deyilgan? Alhamdulillah, bizning xalqimiz mana shu narsalarda shirk yoki shariat man qilganligini bilib qoldiki, bu narsalarda hech kim nima qilmay qo'ydi. Shu savdosi o'lib qoldi o'shalar. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis, Imom Nasoiy rivoyati. Kim tugun chigib turib, shunga dam solsa dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, tahqiq sehr bilan shug'ullanibdi. Kim sehr bilan shug'ullangan bo'lsa, shirk keltiribdi dedi. Va min sharri naffathati fil uqad. Ana shu tugunlarga dam soladiganlarning yomonligidan panoh so'rayman deb Alloh taolo Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'rgatyapti. Shunday deng deyapti.
tugunchiga dam soldimi? Demak, shu odam sehr qildi deyapti payg'ambarimiz. Shu odam shirk keltirdi Allohga. Mana aytdik, hech qachon u baxshi yoki bo'lmasa shu sehrgar men baxshiman demaydi, oldiga Qur'onda qo'yadi va hokazolar. Xo'p, qanday qilib ajratib olamiz? Avvalambor borishlikka kelsak, insonga bir sehr ta'sir qilishi bor. Bu haq narsa. Faqat uni dorisi ikkinchi baxshi emas. Insonga sehr qilingan bo'lsa, unga ilmi amal qilingan bo'lsa, uni ikki xil yo'li bor yetishlikda. Undan qutulishlikda. Bittasi xuddi shunaqa baxshiga borishlik. Ya'ni shu ishni qilayotgan odam aytadiki, "Bormang, bu baxshi ekan" deb aytsa shu qarindoshingizga, "Men yomon niyatda bormayapman" deydi. "Men birovda cho'loq bo'lib qolsin, birovda o'lib qolsin deb bor ekan, e'tibor beringlar, atrofimizda bor bu narsa. Men o'zimni, bola chaqamni nima qilyapman" deydi? "Himoya qilish uchun boryapman" deydi. Sovuq kesmaydi bu yerda. Siz yomon niyatda borasizmi, yaxshi niyatda borasizmi, kohinni tasdiqladingizmi, payg'ambar alayhisalom aytgan toifaga kirib qolasiz. Bu sehrni qaytarishning ikkinchi yo'li bu Alloh azza va jallaning Qur'onidan o'qishlik, ma'sur duolar, ma'sur ruqiyalar, tasbih tahlillar. Shu narsa bilan bu narsa hal bo'ladi. Kishini boringki o'sha dam soldirgani bordi deylik endi. Shu ro'parasida turgan odamni baxshi yoki baxshi emasligini ajratib olishlikda ulamolar ba'zi bir belgilarini, ba'zi bir maslahatlarni aytishadi. Ya'ni siz borib dam soldirga oladigan bir qora kez bo'lsa, yoki bir otinchiz bo'ladigan bo'lsa, shuni baxshi yoki baxshi emasligini quyidagi alomatlardan bilib olishingiz mumkin deydi ulamolar. Baxshi bo'lgan odam, kasal bo'lgan odamni sochidan ozgina qilib kelinglar. Ro'molchasini olib kelinglar, kiyimini olib kelinglar, suratini olib kelinglar va hokazo. Shuni so'raydi. Shu baxshiligini bitta belgisi. Keyingi belgilardan tushunarsiz bo'lgan yozuvlar bilan 3 burchak, 4 burchak qog'ozni bukib tahlab, ma'ni bir joyga solib yuring deydi. Alomatlardan bittasi shu deydi ulamolar. Kasal bo'lgan odamning ismini so'raydi, otasining ismini so'raydi, surishtiradi. Tushunarsiz bo'lgan kalimalarni aytib, dam soladi. Va siz kasalingizni aytmasdan turib, burundan aytib bera oladi. Falon joydan keldingiz, mana ishni qilgansiz, bunday bo'lgan, moncha yil bo'ldi. Shu ham baxshilikning alomatlaridan bittasi. Jinlar bilan bo'layotgan aloqaga bitta bir dalil bo'ladi bu narsa. Keyingisi bir narsa beradi, olib borib tutatib oling deydi, yoki kuydirib oling deydi, yoki suvga oqizib oling deydi. Buni qoraga bergan deydi. Ichkarida cho'ntagiga nima qiladi? Solib yuradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisiga ishonmaydi. Ey bolam, agar so'rasang Allohdan so'ra, suyansang Allohga suyan, butun ummat senga yaxshilik qilamiz deb jamlanib tursa, Alloh yozganni oshchi yaxshilikni qila olmaydi. Butun ummat yomonlik qilaman deb jamlanib turgan bo'lsa, Alloh yozganni oshchi yomonlik qila olmaydi. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurilgan, kitob yopilgan desa, payg'ambar alayhisolamning so'ziga ishonmaydi, lekin bu yerga baxshini bergan chapaloqdagi qog'oziga ishonadi. Bu kamoli bu odamni zalolatga botganligining bir belgisi. Ba'zi o'rinlarda bu baxshilar falondaqa hayvon olib keling deydi, kaptar olib keling deydi, tovuq olib keling deydi, qo'y olib keling deydi, hayvonni zakaz qiladi. Mana shu ham sehrgarligini alomatlaridan bittasi deydi ulamolar. Ba'zida sehrgarlar yana shunday belgilardan bir hafta yuvinmay turing deydi. Bir oy yuvinmay turing deydi. Birodarlar, ad-dinun nazofa degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Islom poklik dini. Inson bir oy yuvinmasdan yurishligini tasavvur qilib ko'rmaysizmi? Bu nima alomati bu? Bu sehrning alomati. Chunki musulmon kishi u qo'lini yuvmasdan, mustahab qilmasdan yoki g'usl qilmasdan birodar betiga qarashlikni tasavvurga ham sig'dira olmaydi. U boshqa xalqlar hojatga borib kelsa ham o'tirib ovqatini yevoradi qo'lini yuvmasdan. Suvni ishlatmay turing deyishligi birodarlar, bilmadim endi bir tabibga borsangiz, jasadingizga suv tegsa, mana kasal ziyoda bo'lib kelsa boshqa masala. Biz baxshilar haqida gapiryapmiz. Mana shu alomatlar baxshining alomatlari. Endi shu odamni baxshi emasligini belgilari, birinchidan agar shu dam solayotgan odam Qur'on oyatlarini o'qiyotgan bo'lsa, ma'lum bo'lgan suralarni o'qiyotgan bo'lsa, bu baxsh emas. Kasal bo'lib kelgan odamni unga dam solishidan burun namozxon emasligini so'raydi baxshi bo'lmagan odam. Namoz o'qiysizmi deydi. Namoz o'qing. Namoz o'qib Allohdan so'rasa Alloh shifo beradi deydi. Kasal bo'lgan odam agar ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, baxshini singari yolg'iz qolib o'tirmaydi u. Bu xilvat harom. Nomahram bo'lgan bir erkak va ayolda o'tirishligi harom. Agar baxshi bo'lmaydigan odam bo'lsa, xilvatda qolishni xohlamaydi. Akangizni, kuyovingiz yoki
bir o'ziga mahram bo'lgan erkakni bir olib kelib o'tiring deydi. Baxshi bo'lmagan odam tabiblarning tashxisini so'raydi. Baxshi bo'lmagan odam agar birov sizga tumor yozib bergan bo'lsa, biror narsa bergan bo'lsa, olib chiqib irg'iting deydi. Chunki bu narsaning shirkligini bu odam yaxshi biladi. Hamda dam solib bo'lgandan keyin bu odam sizga tasbih tahlilda, Qur'on tilovatida, zikrda bo'lishni tavsiya qiladi. Mana sizlarga ba'zi bir baxshi bilan baxshi bo'lmagan odamni belgilari. Shariat islomiya insonga sehr ta'sir qilishligidan avval qilib yurish kerak bo'lgan ishlarni tavsiya qiladi. Bu mana shu Alloh taoloning jamiki harom qilgan narsadan tiyilishligi, namoz o'qishligi, har namozda ketidan oyatul kursini o'qishlik mana shu sehrni qaytaradigan amallardan. Uxlashlikdan oldin o'qishlik oyatul kursini. Ixlos surasi, Muovazatayn suralari, bu namozlarda keyin bomdod va xususan shom namozlaridan keyin mana shu ikkita surani o'qib inson o'ziga dam solishligi sehrni qaytaradigan ishlardan. Ana shu sehrga taalluqli bo'lgan bir qancha bir oyatlar bor. Duolar: A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi va la fis samai va huwas samiul alim. Kishi mana shu mansur duolarni o'qib yurar ekan, inshaalloh sehr unga ta'sir qilmaydi. Endi insonga shu ishlarni qilgandan keyin ham sehr ta'sir qilishi mumkinmi? Mumkin. Insonni ichiga jin yoki sehr yoki bir shaytonning kirishligini koridorlari bo'ladi. Shulardan bittasi, inson bir narsadan qattiq qo'rqib ketgan paytda zaiflik holati paydo bo'ladi dedi ulamolar va ichiga ana shu sehr yoki jin kirishlik ehtimoli bor deydi. Yana bitta yo'li inson ichiga najosatni o'tishligi. Bu qil bo'ladimi, tirnoq bo'ladimi, qat'iy nazar. Shu narsa inson ichiga o'tar ekan, jinni ichiga kirishligiga, sehrga ro'baro bo'lishligiga bir sabab ochilib qoladi. Shuning uchun kattalarimiz boshingga kiyib o'tir. Tirnog'ingni bir chekkada ol. Shunga o'xshagan chiroyli gaplar bo'lgan, o'zi asli bu shariatdan bo'lgan, bizga urf-odat qatorida qolib kelavergan. Tariqus shayton ila qalbil bashar. Shaytonlarning, jinlarning insonning qalbiga kirishligining yo'llari bu g'azab. Inson jahl qilib turgan paytda yo'l ochiladi deyiladi. Bir narsani qattiq xohlab turgan paytda, shahvat oldida inson hasad qilar ekan, uning ichiga yo'l ochiladi. Ochiqcha qorinning to'qligi ham insonni ro'barosida shayton bo'lishiga sabab bo'ladigan ishlardan. Biror bir amalga haris bo'lishlik, ta'magirlik. Agar bu ular hammasini yig'ishtirib kelib xulosa qilib aytsak, inson qanchalik Alloh man qilgan ishlarni ko'p qilar ekan, uni himoya qobig'i shunchalik nafizlashib ketadi-da, ko'proq boshqalardan ko'ra sehrga ro'baro bo'lishligi, ta'sir qilishligi osonroq bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana Oysha onamizdan qilingan rivoyat muttafaqun alayh. Hammamiz bilgan ikkita sura. Qur'onda oxirgi ikkita surasi Qul a'udhu bi robbil falaq va Qul a'udhu bi robbin nas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yahudiylar sehr qilishdi. Rasulullohga ta'sir qildi. Dunyoviy ishlarda ba'zilarini qilsa qilmagandek, qilmagan bo'lsa qilgandek bir yanglishlik paydo bo'ldi. Dunyoviy ba'zi ishlarida. Ya'ni bir ayoli bilan bo'lgan bo'lsa bo'lmagandek, bo'lmagan bo'lsa bo'lgandek, ba'zi ovqatni yegan bo'lsa yemagandek va aksincha bo'ldi. Shunda Alloh taolo payg'ambarimizga bu narsani ta'sir qilishligi albatta siz bilan bizga bir ibratki, Alloh taolo payg'ambar alayhisolamning hayotida shunday ish sodir bo'lsa, biz nima qilishimiz kerakligini misolini ko'rsatib qo'ydi. Aytdik, insonga sehr qilingan bo'lsa, uni chiqarish yo'li ikkita. Bittasi xuddi shunga o'xshagan bitta baxshiga borishlik yoki Alloh taolo o'rgatgandek Qur'on bilan davolanishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga aytib beradi, vaqtiki men uxlar edim, oyoq tomonimga bitta kishi keldi, bosh tomonimga bitta kishi keldi. Bosh tomondagi bilan oyoq tomondagi gaplashyapti. Bu kishiga nima bo'ldi? Bunisi javob beryapti. Unga sehr qilingan. Kim sehr qilgan? Falonchilar. Qayerga sehr qilgan? Falon joydagi quduqqa tugun tugib, yina sayilgan dedi. Nima qilsa yaxshi bo'ladi dedi. Mana shu narsani olib tashlasa. Va mana shu ikkita sura nozil bo'ldi. Qul a'udhu bi robbil falaq va Qul a'udhu bi robbin nas. Mana shu suralarni o'qib inson o'ziga qo'rg'onni qoyim qilib olar ekan, bu sehr inshaalloh ta'sir qilmaydi. Yana qaytaratamiz, bu zamonamizda ko'chada karta ochib o'tirganlar bor, tosh terib o'tirganlar bor, tasbih terib ushlab o'tirganlar bor. Bular hammasi mana shu sehr jumlasiga kiradi. Biz aytayotgan munajjim bashorat ham shularning jumlasidan. Bu shirk Muhammad sollallohu alayhi vasallamning olib kelgan narsaga insonni kofir qiladi, millatdan chiqarib yuboradi. Alloh subhanahu va taolo bu shirkdan, bu sehrdan o'zi panoh berishini so'raymiz. Kichkinaga bir e'lonimiz bor. Mana masjidimiz
qurildi. Inshaalloh mana qurilyapti ham ba'zi ishlari. Albatta har bitta bir masjidda o'zgarish chiqimlari bo'ladi. Mana oyda oxir ekan, shuncha bir harakat qildik, lekin shuni aytmasak bo'lmas ekan. Bu yerda sopsi bor, qorovuli bor, sveti bor, gazi bor, boshqa chiqimlari bor. Shu narsaga endi birodarlar to'g'ri tushunasizlar. Adi ibn Hotam Toliy roziyallohu anhu aytadi, qiyomat kunida sizlardan bir kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadis, muttafaqun alayhi hadis. Ro'parasiga Alloh taoloning ro'parasiga kelib turadi. O'rtada birorta tarjimon bo'lmaydi dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. O'ng tomoniga qaraydi, hech narsani topmaydi bu kishi. Chap tomoniga qaraydi, hech narsani topmaydi. Ro'parasida jahannamni topadi dedi Rasululloh. O'zingizlarni mana shu jahannamdan yarimta xurmo bilan bo'lsa ham ehtiyot qilib olinglar dedi. Birodarlar, biz masjidni obodonchiligiga berar ekanmiz, bu o'zimiz uchun beryapmiz, esimizdan chiqmasin. Beradigan bo'lsak, tibun nafs. Nafsimizni bir pokiza holatda yurakdan chiqarib beraylik. Bu o'zimiz uchun, Alloh taoloning uyini obod bo'lishligi uchun. Imom Ahmad aytgandek, mo'minning qiyomat kunidagi boshidagi soyaboni uning sadaqasi bo'ladi. Imom Bayhaqi aytadi, o'zingizlarga tushib kelayotgan rizqni barakotli qilib olinglar, bergan sadaqotinglar bilan dedi. Yahyo ibn Mu'ozir roziy aytadi, yer yuzida tog'lardan ko'ra og'irroq bo'lgan bir dona bor. Bu insonni pokiza qalbidan chiqargan sadaqa donasi deydi. Demak, birodarlar, masjidimizni sarfajatiga ozgina bir sizlarga muruvvatinglar kerak bo'ladi. Shu narsani inshaalloh esdan chiqarmaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.